I work every day. Bu qaysi zamon? To'g'ri topdingiz. Bu present simple tense. Hozirgi oddiy zamon. Bugun biz sizlar bilan shu mavzu haqida gaplashamiz. Let's go. Hi again. Today we'll talk about present simple. Let's go. Don't be intimidated. Yes, there are a lot of tenses in English, but they're easy. Xavotir olmang. Albatta ingliz tilida juda ham ko'p zamonlar bor, lekin ular siz o'ylaganchalik qiyin emas. Xo'p, boshladik birinchi. So, present simple bu hozirgi zamon. Present simple da hosil qilmoqchi bo'lsak, birinchi subject, undan keyin verb, undan keyin esa object or phrase. Misol uchun, I play football. Men futbol o'ynayman. You play football. Sen futbol o'ynaysan. We play football. They play football. Va shu kabi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Men futbol o'ynayman. Sen futbol o'ynaysan. Bu hozirgi zamonmi? Ha, bu hozirgi zamon. Hozirgi zamonni ajratib turuvchi asosiy ikkita narsa bor. Bulardan birinchisi doim qaytariladigan harakatlarga. Misol uchun mana I go to school every day. Men maktabga har kuni boraman. Kecha bordim, maktab o'quvchisi bo'lsam. Bugun bordim, ertaga ham, keyingi hafta ham bitirgunimcha har kuni boraman. You study English 3 times a week. Sen ingliz tilini haftada 3 marta o'qiysan. We play tennis every Sunday. Biz har yakshanba tennis o'ynaymiz. They go to office every day in the morning. Ular ofisga har kuni ertalabda borishadi. Endi bularning hammasi qaytarilib turuvchi harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Every degani har degani. Every day har kuni. Every week har hafta. Every month har oy. Every year har yili. Endi he bilan she va itlarga ham bir xil, faqat bitta farqi bor. Bularga s qo'shimchasi qo'shiladi. He play football emas, balki he plays football. She play football emas, balki she plays football. It play football emas, balki it plays football. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Mana bu misollarga qarasanglar, goes es qo'shilyapti. Mana bu yerda esa has, mana bu yerda esa ies. Teacher, siz bizga he, she va itlarga s qo'shiladi dedingiz. Lekin bu yerda es turibdi. Birida has, yana birida esa ies. Nimaga s emas, balki har xil? Chunki buni qoidasi bor. Hozir sizlarga buni tushuntirib o'taman. So, have a look at it. Bunga qarasangiz, birinchisi, juda ham ko'p asosiy fe'llarga aslida s qo'shiladi. Misol uchun read. He reads book. U kitob o'qiydi. Play. He plays tennis. U tennis o'ynaydi. Endi fe'llar ch, sh, ss, s va x bilan tugaydigan fe'llarga esa s emas, balki es qo'shiladi. Misol uchun finish. Finishes. He finishes homework. Watch. Ch bilan tugayapti. Watches. He watches TV. Endi mana bu yerda do va go'larga ham es qo'shiladi. Bular ch, sh, ss, s va x bilan tugamayapti-yu. Nimaga es qo'shamiz? Bular istisno. Bularga s qo'shiladi. Do doesga, go esa goesga o'zgaradi. He does homework, he goes home. Endi agar fe'l y bilan tugaydigan bo'lsa, mana shu kabi try, study, y o'chiriladi, o'rniga ies qo'shiladi. Misol uchun, study bu yerda y yo'q, ies qo'shilgan. Try, y o'chirilgan, ies qo'shilgan. Va yana bir istisno, bu yerda have, has bo'ladi. Nimaga bu istisno? Chunki bu noto'g'ri fe'l. Noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun ham have emas, has bo'ladi. Endi bularga misol ko'ramiz. Let's have a look at examples. I play basketball da men he ga o'zgartirmoqchiman. He plays basketball, right? U basketbol o'ynaydi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Ustoz, hozirgina y ga keladigan bo'lsa, o'chirib turib
o'chirib turib is qo'shamiz deydiz-ku deyishingiz mumkin. Playga bu taalluqli emas. Bu ham boshqa mavzu. Hozircha shunday o'tib turamiz. I play basketball, he plays basketball. You watch a film, she watches a film. Ya'ni ch bilan tugagani uchun yes. We swim in the sea, it swims in the sea. They study math. Why bilan tugayapti ya? He studies math. Right? Okay. Here we have got the exercise for you. Bu yerda bizda siz uchun mashq bor. Fill in the blanks with the correct verb. Here we have got verbs. Bu yerda fe'llarimiz bor. Play, eat, live, read, like, go, drink. Endi shularda to'g'ri joylarga qo'yib chiqishingiz kerak. Birinchisini birga qilib ko'ramiz. Qarang. She tea in the morning. Choy. Choyda nima qilamiz? Choyda albatta ichamiz, right? So, drink. Mana bu yerda bizda drink fe'li bor. Drinkda mana bu yerda olib tushamiz. Faqat she drink bo'ladimi? Yo'q. She bo'lgani uchun as qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? She drinks tea in the morning. Endi qolganlariga videoni pauza qiling-da, o'zingiz bajaring. Pause the video and do the exercise. I hope you paused the video and did the exercise. Umid qilamanki, videoni pauza qildingiz va mashqni bajardingiz. Qani tekshirdik. Birinchisi, I play football every weekend. They eat lunch at 12 o'clock. He lives in London. She reads a book every day. We like chocolate. My parents go to work by car. The baby drinks milk. Bu yerda e'tibor qaratsangiz, he, she larga s qo'shilgan. Mana bu yerda baby ga ham. Baby bu chaqaloq degani. Chaqaloq nima bo'ladi? He bo'ladi, o'g'il bola bo'lsa, qiz bola bo'lsa she bo'ladi. Shuning uchun ham s qo'shilgan. Endi parents ga nimaga goes emas? Chunki bu yerda parents ota-ona, ular they bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun. Agar sizda savollar bo'lsa, mana shu mavzu bo'yicha bu videoni boshqatdan ko'rishni tavsiya qilaman. Agar videoda savollaringizga javob ola olmasangiz, kommentariyada yozib qoldiring, javob berishga harakat qilaman. If you liked the video, please like the video and subscribe. Agar sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosishni va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. See ya!